Qiyomat uzoqday tuyulardi, birodarlar. Lekin mana shu oxirgi oyda qiyomat yaqindek ko'rinib qoldi mening nazarimga. Balkim sizlarga ham xuddi shundaydir. Xuddi nazarimda Imom Mahdiyning qo'shinida bo'ladigandekman. Nazarimda Hazrat Isa alayhisalomni ko'radigandekman. Men ilgari qiyomat hali uzoq bo'lsa kerak, qaysidir avlodimiz ko'rsa kerak deb yurardim. Hozir ishonasizmi? Qiyomatni hatto men ko'rsam kerak deb o'ylayapman. Kechalari uyqumni qochirib yuboryapti, kayfiyatimni o'chiryapti. Har kuni bu fikr meni tark etmayapti. Ha birodarlar, qiyomat o'ta yaqinday. والنداء والمجروح غاب مع